Mana kecha va'da bergan ilili issiq zakuskamizni qilishni boshlaymiz. Demak, birinchi ishimiz qizlarjon, ililarimizni tuzlash. Endi murch sepamiz qizlar. Menda smes persi, ya'ni har xil murchlarni jamlangani, shu murchdan sepamiz. Mana qizlar tuz murch sepib oldik. Endi o'zingizlar yaxshi ko'rgan spetsiyadan sepasizlar. Men universal sepdim. Endi qizlar sal achchiqroq paprika sepamiz, xushxo'r bo'lishi uchun. Endi shu paytda pechimizni qizdirib qo'yganmiz 180 gradusga. Qizigan pechga 30 minutga tiqamiz. Qizlar, men ozgina sariyog' qo'yib olishga qaror qildim. Instagramda bitta shef shunaqa sariyog' qo'yib qo'yganini ko'rgandim. Qani biz ham sariyog' qo'yib qilib ko'ramiz. Mana endi duxovkaga qo'yamiz. Hammaga assalomu alaykum. Qizlarjon, yaxshimisizlar? Yaxshi dam oldinglarmi?